Ona qornidagi homila. Rivojlanishning 3 davri. U sizlarni onalaringizning qornida 3 qavat zulmat ichida asta sekin yaratur. Mana shu Alloh parvardigorlaringizdir. Barcha podshohlik yolg'iz unikidir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Zumar surasi 6-oyat. Agar diqqat bilan kuzatadigan bo'lsak, keltirilgan bu oyatda inson homilasi ona qornida rivojlanishining bir-biridan farq qiluvchi 3 bosqichini boshidan kechirishiga guvoh bo'lamiz. Darhaqiqat, zamonaviy biologik tadqiqotlarda tasdiqlanishicha, homila ona qornida 3 ta bir-biriga o'xshamaydigan embrional bosqichni boshidan kechirar ekan. Oyatlarda yozilganidek, aynan birin-ketin 3 zulmat ichida dastlabki qorong'ulik, bachadon zulmati va tug'ilish zulmati. Bundan tashqari, oyatda aytilishicha, inson embrioni 3 ta rivojlanish bosqichini ham bosib o'tadi. Ya'ni, homilaning ona qornidagi hayoti 3 bosqichdan iborat ekan. Embriologiya sohasida fundamental nashr hisoblangan Inson embriologiyasi asoslari deb atalgan kitobda bu jarayon quyidagicha ta'riflanadi. Homilaning ona qornidagi hayoti 3 bosqichdan iborat. Embrion bo'lishdan avvalgi davr dastlabki 2,5 hafta. Embrionlik davri 8-haftaning oxirigacha va fetal bosqich 8-haftadan bola tug'ilgunga qadar davom etadi. Homilaning ona qornida rivojlanish jarayoni tibbiyot fani tomonidan zamonaviy texnologik vositalar va murakkab apparatlardan foydalangan holda hozirgi kunlardagina aniqlandi. Ammo ko'rib turganimizdek, Kalomullohda nozil qilingan va keyinchalik ilmiy haqiqat deb e'tirof qilingan boshqa fikrlar singari bu hodisa haqida ham 14 asr muqaddam xabar berilgan. Odamlar tibbiyot ilmidan yaxshi boxabar bo'lmagan bu davrda Qur'onda inson pushtining ona qornidagi dastlabki rivojidan tortib, to uning dunyoga kelishigacha bo'lgan hayoti haqida shu qadar batafsil, muhim ilmiy ahamiyat kasb etgan va haqqoniy ma'lumotlar keltirilganki, bu dalillar Qur'onning odamzod emas, balki 18 ming olamni yaratgan buyuk Rabbimiz Alloh subhanahu va taoloning kalomi ekanligini isbotlaydi.